ham yuzimizni yerga qaratadigan ham sizlar. To'g'rimi? Chunki Xudo xolasa nasib bo'lsa, kollejlarga, san'at bilim yurtlariga o'qishlarga borasizlar. Mana o'sha yerga borganinglarda sizlarni biliminglarni ko'rib, sizlarni mahoratinglarni ko'rib, bu yerda dars beradigan, o'sha bilim yurtida dars beradigan o'qituvchilar aytadiki, "Ey o'qituvchingga rahmat. Sana tahsil bergan o'sha ustozingga rahmat" degan gapni olib berish bu sizlarga bog'liq. Men sizlarga ishonaman. 10-musiqa maktabda yomon o'qimadinglar. Men ishonamanki, sizlarga kelgusi o'qishlaringga ham, kelgusida bizning yuzimizni yorug' qilishinglarga ishonaman va kelgusida Xudo xolasa san'at bilim yurtlarini tugatib, oliygohlarni tugatib, mana shu 10-bolalar musiqa va san'at maktabiga ustozlaring singari o'qituvchi bo'lib, mana shu yurtni, mana shu bilim yurtini, mana shu o'quv maskanini davom ettiradigan bizning izdoshlarimız bo'lasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa bugun solfejo fanidan imtihon olyapmiz. Hammanglarga men omad tilayman. Xudo xolasa 5 baholarda o'zlaringni bilimlaringni shu mana shu yerda nimani o'qigan bo'lsanglar, o'sha o'qiganinglardan savollar tuzilgan. O'qigan o'quvchi albatta 5 baholarni oladi va kelgusida o'zini o'sha olgan bilimlarini san'at bilim yurtlarida borib davom ettiradi degan umiddaman. Men sizlarga ishonaman. Hammanglar bizning farzandimiz, hammanglar mana shu kitob tumanining farzandi, Qashqadaryoning farzandi, yangi O'zbekistonning farzandi. Mana shu yangi O'zbekistonga mos o'g'il qizlar bo'lasizlar degan umiddaman. Biz madaniyat maskanida, madaniyat o'chog'ida madaniyatni targ'ib qiladigan yigit qizlarimiz mana shu madaniyatni yangi O'zbekistonimizga, Kitob tumaniga, Qashqadaryoga targ'ib qilasizlar. O'zingizlarni biliminglarni musiqa maktablarida o'qimaydigan tengdoshinglarga ham, o'qimaydigan sinfdoshinglarga, aka, uka, opa, singillarga ham o'sha bilgan biliminglarni o'rgatasizlar. Chunki yurtboshimiz aytadilar-ku, san'atni yaxshi ko'rgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Bu yerda turgan hamma yangi O'zbekistonni bayrog'ini yuqoriga ko'taraman degan o'g'il qizlar o'qiydi. Sizlarga omad tilayman. Imtihonimizni ochiq deb e'lon qilamiz va hammanglar 5 baho olishinglarga ishonaman. Sog' bo'ling. Konvertlar muhrlangan. Hozir agar ijozat bersanglar, men shu maktabda eng faol va har bitta ishga labbay deb javob bergan, yugurgan, har bitta ishga nima deydi, imtihonlarda, tanlovlarda meni ko'zimga eng yaxshi ko'ringan, ko'p ko'ringan qizimizni men chaqiraman, shu ochib beradi. Rozimisizlar? Bu ham bitta baxt. To'g'rimi? Kimni chaqirsam? Shu qizim. Hasrat chalmaysizlar?